Ayol kishining yarasi uning qalbida yillab yashirin yotadi. Toki kimdir o'sha yaraga mehribon qo'llarini tekkizmagunicha. Men o'z halol erimdan ko'rmagan mehrni bu xonadonda mutlaqo kutilmagan insondan topdim. Uni rad etishga urindim. Vijdonim qiynaldi. Lekin tashlandiq holga kelgan vujudim va qalbim o'sha yashirin taqiqlangan haroratga taslim bo'ldi. Hozir aytib beradigan sirimni ehtimol ko'pchiligingiz qoralarsiz. Lekin yolg'iz ayolning olovi qanday kuydirishini faqat men bilaman. Assalomu alaykum, Farrosh hikoyalari kanalining aziz va qadrdon muxlislari. Ismim Sarvinoz. Yoshim 34 ta. Tashqaridan qaragan odam uchun oddiygina turmushga chiqqan, bolalarni tarbiyalayotgan kelinman. Lekin qalbimning ichida qanday do'zax yonayotganini hech kim bilmaydi. Turmushimning ilk yillaridanoq halovat nimaligini bilmadim. Erim u juda qattiqqo'l, mehrsiz inson chiqdi. Buning ustiga ichkilikka ruju qo'ygandi. Ichib kelgan kunlari uyimizda qiyomat qo'pardik. Na menga, na bolalariga shafqat qilardi. Qaynota va qaynonam bilan bitta hovlida yashardik. Ular o'z o'g'illarining fe'lini bilgani uchun ham ko'p vaqt aralasha olishmasdi. Shu azoblarga, shu kaltaklarga bolalarim uchun chidadim. Lekin ayolning ko'ngli bir marta qolsa muzlab qolarkan. Erim oxiri Rossiyaga ishlagani ketdi. Uning ketishi bilan uyga qandaydir sovuq tinchlik cho'kdi. Tinchlik bor edi, lekin ro'zg'orning yuki butunlay mening yelkamga tushdi. O'zim ishlab, o'zim bolalarimni boqardim. Erim u yerdan na tayinli pul jo'natardi, na bir marta qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'rardi. Oylab daragi bo'lmasdi. Bolamiz kasod bo'lmadimi? Yeb icharidan kamchiligi yo'qmi degan savolni bermasdi. O'ylang. Tirik eringiz bo'la turib, butunlay beva ayoldek himoyasiz yashash qanday og'ir ekanligini. Men ko'zguga qarashni ham xohlamasdim. 30 dan sal oshgan bo'lsam ham, o'zimni 80 yoshli kampirdek charchagan his qilardim. Qalbimda zarracha ayollik hissi, zarracha umid qolmagandi. Faqat o'sha 24 yoshli qaynukam Dilshodbek bo'lmaganida edi. Dilshodbek erimning ukasi bo'lsa-da, akasiga mutlaqo o'xshamasdi. Hali uylanmagan, ochiq ko'ngil, tabiatan juda shirin so'z yigit edi. U xuddi qaynonamga o'xshab mehribon edi. Erimdan farqli o'laroq u uyda mening eng katta yordamchimga aylandi. Hovlidagi og'ir ishlarni qilar, bozor-o'charga qarashar, bolalarimni ham o'z bolasidek erkalatardi. Ba'zan ishdan charchab kelganimda, "Kelinoyi, charchamadingizmi? O'tiring, choy damlab beraman" deb shunday muloyim gapirardiki. Bu oddiy insoniy mehr mening toshdek qotib qolgan yuragimni teshishni boshlagandi. Ta'riflashga tilim ojiz. U shunchalar g'amxo'r ediki. Bir kuni shunday voqea bo'ldi. Erimning boshqa davlatda kim bilandir yashab yurgani haqidagi mishmishlarni qulog'im chala eshitib qolgandi. Ammo bunga ishonishni xohlamagandim. Lekin o'sha oqshom qaynonam va qaynotam dahlizda pichirlashib o'tirganlarida ularning suhbatini poylab haqiqatni bildim. "O'g'lingiz u yerda boshqa xotin qilib olibdi. Bu bechora kelinga nima deymiz endi" deb yig'lardi qaynonam. Men joyimda qotib qoldim. Boshimga xuddi qaynoq suv to'kilgandek bo'ldi. Men bu xonadonga, uning nomusiga sadoqat saqlab, yillab yeyishimdan tejab bolalarni boqsam-u, u menga shunday xiyonat qilsa. Men yugurib orqa hovliga, qorong'u omborxonaga kirdimda, yuzimni kaftlarim bilan to'sib, ho'ngrab yig'lab yubordim. Butun alamimni, butun xo'rligimni yosh bilan chiqarmoqchi edim. Shu payt eshik sekin ochildi. Qorong'ida Dilshodbekning qomati ko'rindi. U meni yig'layotganimni ko'rib shoshib yonimga keldi. "Kelinoyi, nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz?" dedi u xavotir bilan. Men yuzimni o'girishga urindim. Hech narsa. Dilshodbek, shunchaki charchadim dedim burnimni tortib. Lekin u ketmadi. U yonimga eski harakka o'tirdi. Va kutilmaganda mening titrayotgan yelkamdan ohista quchoqlab o'ziga tortdi. Men hammasini eshitdim, "Kelinoyi", dedi u shunday chuqur, shunday og'riqli ovoz bilan. "Akam bunga noloyiq ish qildi.
Siz dunyodagi eng yaxshi ayolsiz. Siz bunday azobga munosib emassiz. Uning bu so'zlari yelkamdagi qo'lining issiq harorati meni butunlay esankiratib qo'ydi. Yillar davomida hech kim meni bunchalik himoya qilmagandi, bunchalik qadrlamagandi. Men ongsiz ravishda boshimni uning ko'kragiga qo'yib yubordim. Uning yuragi gursillab urardi. "Yig'lamang." Iltimos pichirladi u. Uning nafasi sochimga tegib turardi. O'sha soniyada oramizdagi yovvoyi, ammo o'ta shirin bir tortishuvni ikkimiz ham his qildik. Lekin u tezda o'zini o'nglab o'rnidan turdi va chiqib ketdi. Men tuni bilan uxlab bilmadim. Shu voqeadan keyin oramizda tushunib bo'lmas bir ko'rinmas ip paydo bo'ldi. Men uni ko'rganda qizarib ketar, u esa nigohlarini mendan uzolmasdi. Dilshodbek qayerga bormasin, menga doim shirinliklar, somsalar olib keladigan bo'ldi. "Kelinoyi, sizga ataylab olib keldim. Ozib so'lib ketyapsiz o'zi", derdi u ko'zlarimga tikilib. Bu shunchaki hurmat emasligini men uning yonib turgan qop-qora ko'zlaridan, menga qaratilgan yovvoyi, intiq nigohlardan o'qib olardim. Kunlarning birida hovlida hech kim yo'qligida u yonimga keldi. "Kelinoyi, zerikmayapsizmi?" dedi u sirli jilmayib. Men indamadim. O'sha paytlar erimni ko'rmaganimga 1 yildan oshgan, ayollik hislarim mudrab yotgan qaqragan yerga o'xshardi. U bir qadam yaqin keldi. Ovozini pasaytirib, "Kelinoyi, siz bilan yaqinroq bo'lishni xohlayman. Meni tushunyapsizmi?" dedi. Men shok holatiga tushdim. Qo'limdagi sochiq yerga tushib ketdi. Nima deganingiz bu, Dilshodbek? Aqlingiz joyidami?" dedim qaltirab. Lekin ishonasizmi, ich-ichimdan bu menga yoqib ketgandi. Ayollik g'ururim toptalib yotgan paytda yosh, baquvvat yigitning meni shunday istashi mudroq ehtiroslarimni uyg'otib yuborgandi. "Yo'q, Kelinoyi", dedi u o'z gapida qat'iy turib. "Sizni anchadan beri yaxshi ko'rib qolganman. Aytolmay yurardim. Siz qiynalyapsiz, men buni ko'rib azoblanyapman. Keling, birga bo'lamiz." Bu gaplarni eshitib, go'yoki butun vujudim yonib ketgandek bo'ldi. Aqlim inkor qilar, ammo qonim tezlashib, yuragim qafasdan chiqqudek urardi. Men hech narsa deya olmadim va xonamga qochib kirdim. Hammasi qaynonam va qaynotam Jizzaxga, Zominga 5 kunga dam olgani ketishganida boshlandi. Uyda faqat ikkimiz katta hovlida yolg'iz qoldik. Bolalar uxlab yotardi. Kechqurun hovlini supurib, ishlarimni tugatayotgandim. Tashqarida oy yorug'i. Sokinlik. Kutilmaganda Dilshodbek orqamdan keldi-yu, qattiq quchoqlab oldi. Uning baquvvat qo'llari belimdan siqib, nafasini bo'ynimda his qildim. "Kelinoyi, menga 1 kunlik vaqtingizni bering. Sizga shunday mehr berayki, butun azoblaringizni unutasiz", deb pichirladi u. So'ng sekin bo'ynimdan, yuzimdan o'pdi. Men harakat qilish tugul, nafas olishga ham qiynalardim. Uning yigitlik ifori, issiq harorati mening butunlay muzlab yotgan tanamni eritib yubordi. Axir 1 yildan beri erkak kishining mehrini umuman ko'rmagandim. Men qo'llarimni uning sochlariga olib bordim va ixtiyorimni butunlay unga topshirdim. U meni ko'tarib xonaga olib kirdi. "Nima qilyapsiz, Dilshodbek?" dedim ohista pichirlab, aslida hech qanday e'tiroz bildira olmasdim. "Hozir ko'rasiz. Men sizga qanchalik go'zal ayol ekanligingizni ko'rsataman", dedi u ehtiros bilan. O'sha tunda biz hamma chegaralarni buzdik. Uning mehri shunchalar yovvoyi, shunchalar qaynoq ediki, men o'zimni 7-osmonga uchgandek tasavvur qildim. Erimning sovuq, qo'pol munosabatidan keyin bu yigitning ehtiyotkorona, butun vujudi bilan intilishi meni aqldan ozdirayotgandi. O'sha oqshom men hamma narsani unutdim, jamiyatni ham, gunohni ham, erimni ham. Biz o'sha dam olish kunlarida xuddi haqiqiy er-xotindek yashadik. U menga shunday shirin tuyg'ularni tortiq qildiki, men bu yashirin baxtga o'rganib qoldim. Qaynonam va qaynotam dam olishdan qaytib kelishdi. Hovli yana gavjum bo'ldi. Lekin biz endi avvalgi odamlar emasdik. Biz katta, yashirin bir sirning sheriklariga aylangandik.
Men kunduzi hammadek yuzi yorug', oddiy kelindek yurar, Dilshodbek ham menga begonalardek muomala qilardi. Ammo ko'zlarimiz uchrashganda oramizdagi olov chaqnab ketardi. Biz o'zimizga xos sirli ishora o'ylab topdik. Kechalari hamma shirin uyquga ketganida, qariyalar tortib yotganida, men tashqariga suv ichish bahonasida bir marta chiqib kirardim. Bu mening tayyorman degan ishoram edi. Dilshodbek buni derazadan ko'rib turar va birozdan so'ng sekin, ohista qadamlar bilan xonamning eshigini ochardi. Biz tuni bilan sokin pichirlashib, bir-birimizning og'ushimizda yashirincha baxtdan mast bo'lardik. Tong otguncha men uni bag'rimdan qo'yib yuborgim kelmasdi. U ham sizsiz yashay olmayman deb takrorlashdan charchamasdi. Bu hayot shu qadar xavfli, qaltis ediki, birgina xato ovozimiz hammamizni sharmanda qilishi mumkin edi. Lekin ayni shu xavf ehtiroslarimizni 10 chandon oshirib yuborardi. Erimdan ko'rmagan butun mehrni, ayollik baxtini men shu yosh qaynukamning qaynoq quchog'idan oldim. Men o'zimni shunday kerakli, shunday jozibador his qilardimki, uyqum kelmasada ko'zlarim porlab turardi. Lekin hech qanday yashirin narsa abadiy qolmas ekan. Bir necha oydan so'ng vujudimda g'alati o'zgarishlarni his qila boshladim. Ko'nglim aynib tez charchaydigan bo'lib qoldim. Ha, ishonchingiz komil bo'lsin. Men homilador bo'lib qolgan edim. Qaynukamdan. Erim hali kelmagan. Qaynonamlar hech narsadan bexabar. Ichimdagi murg'ak jon esa kundan kunga o'sib bormoqda. Men qanday chora topishni, bu sirni qanday yashirishni bilmayman. Dilshodbek. U ham gangib qolgan. Biz sevgi deb o'ylagan bu shirin gunohimiz endi katta bir portlash arafasida turibdi. Men o'z jazoimni kutib yashayapman.